Makiyaj stoyga turmayapti. Mana shunaqa holatda sizda ham kuzatilyaptimi? Hozir sizga zo'r narsa o'rgataman. Bu sxemani sizlarga hech kim bermaydi, lekin men sizlarga bu narsani izlanaman. Hozir men sizga zo'r kosmetika ko'rsataman. Yuzingizda 24 soat zo'r turib beradi. Asosiysi har kuni ishlatsangiz bo'ladi. Agar makiyajlaringiz stoyga turishini xohlasangiz, makiyajdan oldin va makiyajdan keyin Gucci Glow Mist'dan foydalaning. Makiyajingizni uzoq turib berishga yordam beradi. Tonalkalaringiz bilan pudralaringiz poraga kirib qolmasligi uchun Chanel bazasidan foydalaning. Chunki bu tonalka bilan pudrani aralashib ketmasligi va yuzda zo'r yotishi uchun yordam beradi. Keyingisi esa yuzingizda zo'r turib berishi uchun esa Yves tonalkasidan foydalaning. Yuzingizni yaxshi yopadi, sostavda SPF ham bor, stoykasi bomba. Har kuni ishlatsa bo'ladi. Yuzingizda pudralar yig'ilib qolmasligini xohlasangiz, albatta Chanel pudrasidan foydalaning. Hamma ko'zaga tushadi. Ko'rsatayotgan 4 ta mahsulotim hamma ko'zaga tushadi, yuzingizda shikarni turadi. 100% yuzingizda umuman oqmaydi, chiroyli turib beradi. Ha, ko'rsatgan hamma narsamdan o'zim mana make-up qilib ko'rsatganman. Bu videoni обязательно ko'ringlar. Buni qayerdan olishingiz esa men sizlarga yozib qoldiraman. Albatta, UM Cosmetics magazinida xarid qilishingiz mumkin.